Allohni o'zi sizga boy bo'lishga ruxsat berib qo'ygan joyda nega siz uni o'zingizga taqiqlashingiz kerak? Hech e'tibor qaratganmisiz? Biz har doim o'zimizdan pul tejashga harakat qilamiz. Arzonroq makaron ola qoli, arzonroq stoli, oddiyroq kiyina qoli, o'zimga unaqa qimmat narsalarni olmay qoli deb har doim faqat tejash haqida o'ylaymiz. Shunaqa qilib biz boyvomiz, tejab qolib pulimizni ko'payyapti deb o'ylaymiz. Fikrimni davomini eshitishdan oldin sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda shaxsiy rivojlanish, Instagram va meni hayotim haqida. Nega siz o'zingizni o'zingizdan pul tejashingiz kerak? Sen noloyiqsan, seni Xudo yaxshi ko'rmaydi. Sen har doim qiynalib tejab yashashing kerak. Puli bor boylardan yomonsan deb sizga kim aytdi? Shunaqa o'zimizga yaxshi hayotda yashashga ruxsat bermaymiz-da. O'zimizni o'sha hayotga loyiq deb his qilmaymiz-da. Ularning hayotiga qaraysiz-da, o'zingizni hayotingizdan, eringizdan, oilaviy sharoitingizdan jahl qilasiz. Lekin eng katta xatoingiz o'zingizni shu hayotga munosib deb bilib, yaxshi hayotda ravo ko'rmasligingizda ekanligini sezmaysiz ham. Siz o'zingiz Alloh sizga berayotgan ne'matlarini yo'lini yopasiz. Allohning va'dasi bor-ku, bandam o'zini holatini o'zgartirmagunigacha men ham uni holatini o'zgartirmayman degan. Shu hamma yaxshi narsalarga o'zimizni loyiq deb bilib, shu hamma yaxshi narsalar biz uchun yaratilganini va shu hayotga biz loyiqligimizni tushunib yetib, yaxshi hayot kelishiga ishonamiz. Bilasizlar, meni ham hayotim qachon o'zgarishni boshlagan. Qachonki o'sha yashayotgan hayotimdan norozi bo'lib, yo'q, men bunaqa hayotda yashashim kerak emas. Men yaxshi hayotda yashashim kerak. Men yaxshi hayotga loyiqman deb o'ylashni boshlagandan keyin o'zimga shu narsani ravo ko'rishni boshlaganimdan keyin hayotim o'zgarishni boshlagan. Siz hozir o'ylayapsiz-ku, risolat hamma gapirayotgan gapingiz zo'r, to'g'ri, lekin qanaqa qilib o'zi uchma-uch yetkazib yurgan bo'lsam, menga pul keladigan joyi yo'q. Qanaqa qilib men o'zim shu narsaga ishonishni boshlayman deb o'ylayapsiz-ku? Ishoning, men ham hayot standartlarimni oshirishni boshlaganimdan keyin, men uchun oldin qimmat, qiyin, faqat boylar uchun bu degan ishlarimni o'zimga ravo ko'rib, men shunga loyiqman deb his qilishni boshlaganimdan keyin va o'zimga ruxsat berishni boshlaganimdan keyin pullar ham kelishni boshlagan. Pul ham qachon keladi hayotingizga? Qachonki o'sha pulga xarajatingiz bo'lsa, o'sha xarajatni miyangizga sig'dira olsangizgina Alloh ham sizga o'sha pulni beradi. Hamma narsa fikrlashdan boshlanadi, o'rtoqlar. O'sha miyamizga sig'dira olamiz, o'zimizni loyiq deb his qilamiz, o'zimizga ruxsat beramiz va ana o'shandan keyin hayotimiz o'zgarishni boshlaydi. Men bu qonun qoidamni minglab o'quvchilarimda ishlaganini ham ko'rganim uchun sizlarga shunaqa bemalol video olib gapirib chiqyapman. Aytganlarimni shunchaki sinab ko'ring. Oldin siz uchun qimmat, qiyin bo'lgan narsani hozir o'zingizga bittasini bo'lsa ham shunchaki ruxsat berib, men shunga loyiqman deb his qilib ko'ring. U hayotingizga kirib keladi va u narsa siz uchun juda ham oddiy holat yoki oddiy narsaga aylanib qoladi. O'sha kuni esa menga rahmat deb shu videoning izohlarida yozib qoldirasiz. Bunaqa